Bibisora. Bu nima bo'libdi bu? Ha, bir bitgan ishimizni baklayapmizda. Buni necha kunga tizding? Shu bir haftalik bo'ldi. Bir hafta. Ha. Bir haftalik ishimi shu? Ha. Qani bu buvachalaringizda yasagan buvachalaringizga bir ta'rif berib, bitta olib bo'yang qani, ko'rsating qani. Kimdi bu? Kim bu? Ha? Bu nima bu? Ha, bu bir oshpaz buvachada. Oshpaz. O'risicha. Bu Nasriddin apandimi? Ha. Nima? Bu Qodirqulov. Qodirqulov. Bu qizimizning ishi bo'ladi. Kumushni opasi bu. Kumushni opasi. Baho beringlar-chi, obunachilar. Qani, bunaqa qaysi bo'yaysan bularni? Qani laklagan, qasam. Ish jarayonini ko'rsatinglar. Obunachilaringizga. Ha? Nasriddin apandimi? Qani, agar подписчикlardan rassomlar bo'lsa yozsin qani. Obunachilaringizdan ha? Ha. Ha, kommentariy yozib. Eng Izoh chiroyli qoldiringlar, kommentariy yozganga shuni sovg'a qilamiz. Ha. Bu qanday ishingizdi bu? Bu ishingizni ham bir ta'riflab bering qani. Ha, bu ishim bir naqsh kompozitsiya. Bu necha kunga bitdi bu? Bu ham shu bir hafta bo'lgan ishim. Bir haftalik ishing bo'lgan. Obunachilaringizga ayting qani, baho berishsinmi? Kommentariyada 1 dan 10 gacha baho beringlar. 1 dan 10 gacha? Ha. Meni bilan keyin ish jarayoningizda ham Videoga olib boramiz. Video olib, tasvirga olib ko'rsatamiz obunachilaringizga. Haqiqatan ham o'zingiz yasadingizmi, o'zingiz chizdingizmi? Mana buvachalarni qanday yasagan bo'lsangiz. Mana. Agar yasash jarayonlarim kimgadir qiziq bo'lsa, video olib qo'yaman. Qani obunachilar? Kommentariy izoh qoldiringlar ham.